Mana Mashi klinikani tanib olinglar. Aram klinikasi. Mashi klinikida ishlaydigan mana shu doktorni tanib olinglar. O'tkazib yormanglar videoni. Oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar nimagaligini. O'g'lim kechqurun bilan bo'g'ilib qolgan ko'rsanglar, umuman yo'tali to'xtamasdan aksirishlar to'xtamadi. Hozir hamma doktorlarga ham ishonch yo'q, bilasizlar. Borishinglar bilan palon pulli 2-3 millionlik dorilar yozib tashashadi. Firma bilan ishlaydi ular. Bu doktorni menga bitta sinfdoshim berdi. Chunki uni bolasi astma edi, rosa qiynalardi. Hozir 2 yildan beri zo'r nafas olib, zo'r bo'lib yurgan ekan. Muxtorov Sherzod allergolog, immunolog ekanlar. Har qatti o'qqan bilan uqqanni farqi bor deyshadi-yu kattalar. 10 yillik tajribaga ega doktor ekanlar. Menga har xil doktorlar ham unaqa ishlashi yoqurmaydi, chunki o'zim shu sohada medsestra bo'lib ishlaganim uchun hammani farqiga boraman. Joylari juda ham akkuratni, top-toza, hamma joy sterillangan. Bronxial astma, nafas siqishi, ko'z yoshlanishi, burun bitishi bo'lgan hamma kasallarga kerakli hamma sharoitni zo'r qilib qo'yishgan. Doktorga bemalol savollaringlarni beraverasizlar, hammasiga to'liq javob beradilar va 10 talab analiz topshirib ketmas ekanlar. To'liq ma'lumotni videoda qoldirgan nomerimdan olasizlar. Doktorni yo'qotib qo'ymaslik uchun profillarga obuna bo'ling va bu videoni shunaqa muammosi bor tanishingizga yuborib qo'ying.